Xo'p, assalomu alaykum hammaga, yaxshimisizlar? Hop, hammalar sog' bo'linglar. Xo'p, qaranglar, mendan so'rashyaptiki, siz aytyapsiz 5 dan keyin ovqat iste'mol qilmaylik deyapsiz. Shunga nima iste'mol qilsa bo'ladi deyapsizlar. Nima iste'mol qilsa bo'ladi? Men sizlarga hozir aytib beraman. Men o'zim iste'mol qiladigan narsamni aytaman sizlarga. O'zim iste'mol qilayotgan. Xo'p, soat 5 dan keyin bemalol siz 10-15 dona o'zimizni bodom. Bodomda nima bor? Bodomda yana siz baloni yog'i, balon yegan, nima yesangiz shundagi mahsulot bor. Bir. Yana unga yana 15-20 dona o'zimizni xandon pista chaqsangiz bo'ladi. Plus yana bitta belok. Belok deganim bitta uyda boqilgan tovuqni tuxumini qaynatilgan holda iste'mol qilsangiz bo'ladi. Yana plus ko'k olma, yana plus xolasangiz ukrop, petrushka, zelin, karam, yana bitta osh qoshiq zaytun yog'i solingda salat yeng. Mana sizga kletchatka, mana sizni organizmingiz hech qachon xolesterin yig'maydi, muskullaringizdan hamma tomonlama baquvvat bo'lasiz. Sog' bo'linglar.